Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi amaliyot darsimizni boshlaymiz. Darsimizning mavzusi vaqt bo'yicha sug'orish proyektini hosil qilish deb nomladim. Chunki bunda o'sha vaqt bo'yicha epika elektropnevmatik klapanni ochadi va yopadi. O'sha bergan vaqtimiz bo'yicha bu qayerlarga ishlatiladi? O'sha odam kamroq boradigan joylarga, parniklarda ishlatish mumkin bu proyektda. Shuni birma-bir ko'rib chiqamiz. Buni hosil qilish uchun bitta panel oldim va bitta kontroller oldim. Hop, hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda panelimiz turibdi. Panelimiz PMViewer panelimiz hisoblanadi. Bu bir-biridan set orqali bog'langan. Hozir kompyuterga ham общий switch qo'yilgan, switch orqali bog'langan va 1200 kontrollerimiz. Orqasidan ko'rsatib o'taman. PMT 070 degan modeli 24 volt ishlaydi. Bittaynani kontrollerda o'zlashtirgan. Kontrollerim 220 ga ishlaydi. Va bir-biri bilan общий umumiy switchimiz bor. Shu orqali bog'lanib turibdi hozircha. Bu qiziq emas. Qiziq esa mana shu ikkilasiga hozir proyekt hosil qilamiz. Demak, boshladik. Buni oxirida ko'ramiz. Bularda IP'si aniq. Bittasini IP'sini 7 lik podsetkada turibdi. Panelimizniki 7150 bo'lsa, kontrollerimizga esa 720 IP qo'yganman. Buni proyekt davomida ham ko'rsatib o'taman. Hop, demak. Boshladik. Buni hosil qilish uchun bizga ikkita programma kerak bo'ladi. Chunki ikki xil qurilma bo'lganligi uchun birinchi qurilmamiz PLC'miz T-portalda yoziladi, ikkinchisi esa PMDessenger deb yoziladi. Birinchi T-portaldan boshlaymiz. T-portalga buni alohida proyekt so'zlab qildim, ochib oldim. Proyektim nomini vaqt bo'yicha sug'orish deb nomladim. Endi bu yerdan kontroller qo'shishni boshlaymiz. Hozir shu usulda qo'shsak ham bo'ladi. Shu usulda qo'shamiz, mayli. Tarmoq tuzdan detek qilib olamiz. Ketma-ketlikda bajarib o'tamiz. Simplius qo'shib o'tman. Bu emas biz kontroller. Ochsak kattaroq ko'rsatsak. Simplius, mana bu ham Simplius va biz mana buni tanlashimiz kerak. Okey. Bu yerda detect bosamiz va tarmoqdan o'zimizga kerakli kontroller tanlaymiz. Hozir umumiy tarmoqqa bog'langanligi uchun bu yerda menda juda ham ko'p chiqishi mumkin. O'zimizga keraklisini tanlashga harakat qilamiz. Mana yana bir bor izlatamiz, chiqmadi. Demak, davom etamiz. Nimagadir bu usulda topolmayapti. Setda bunday muammo bor shekilli. Mayli, boshqacharoq ularni ko'ramiz. Yana o'zidan ilari bo'yicha 1200 kontroller edi. Amerikan bu 40 versiyasi adashmasam 42 bo'lishi kerak. Hop, IP'sini kiritamiz. Subnet ochamiz. 720. Hop, keyin full action turibdi. Bu ham full. Bu yerga putgetga qo'shib qo'yamiz, chunki boshqa tipdagi panel bilan ma'lumot almashyapti. Shuning uchun shuni qo'yib qo'ydim.
kompilyatsiya qilamiz. Hech qanaqa error yo'q, ogohlantirish bor. Ogohlantirish muhim emas hozircha. Setdan uzatib turamiz. Shunday. İşte chiqish kerak. Chiqmasa o'zimiz majburlab chiqarib olamiz. Mana bu yerda ko'rinmadi nimagadir. Bu yerga IP ni yozamiz. Enter. Tutamiz. Açıp çıktı. Negadir? Hop. Ana e'tibor beringlar, bunda boshqacha bo'lyapti. Shu holatda yuklaymiz. Stop all va load. Yüklanyapti. Başta yuklanib bo'ldi. Hop. Finish. Hop. Nomni o'zgartirib qo'ydik sразу. Rename. Suvda yozib qo'yapman. O'zgardi. Hop. Bunda kirish. Mana kirish teglari. Kirish yo'q bizda. Kirish polniy monitordan boshqa narsa, faqat chiqishimiz bor. Vaqt bo'yicha boshqariladigan ikkita chiqishimiz bor. Birinchisi shu EPK 1. İkincisi EPK 2. EPK nimaligini eslatib o'tdim. Elektropnevm klapan 2. Mayni ochamiz. Mana maynimiz tayyor. Faqatgina vaqtni bitta ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Qaysi vaqtda turibdi bu? Time of day. Mana qaranglar. 01 plus deb turgan ekan. Shuni plus 5 ga o'tkazamiz. Ya'ni bizning vaqtimizga o'tdi. Shu holatda bitta yuklaymiz. Vaqtni bitta tekshiramiz. Stop all mana. Load. Start bosamiz. Finish bo'ladi. Start o'tadi avtomatik. Endi bitta online ko'raylikchi, vaqt qaysi vaqtda turib ekan. Go online. Bu yerda online deganisiga kiramiz. Function ichidan time ni ko'ramiz. Mana bu biz vaqtimiz bilan bog'liq turibdi. 2:19, menda ham 2:19. Hop, offline qilamiz. Endi birinchi o'rinda o'sha vaqtni o'qib olish. Endi log funksiyadan foydalanamiz. Endi log time, local time yoki local systemdan foydalanaylik. Hop, bunga bitta data blok ochishimiz kerak bo'ladi. Mana data blok vaqt. Hop, statikka. Hop. Retrieval kerak bitta. Retrieval.
kengaytmasi word bo'lishi kerak ekan yoki integer word qildim. Keyingisiga vaqt buniki dtm bo'lishi kerak. dtm deyman, detail bo'lishi kerak. Mana hop qo'yamiz. Hop mana hop bitta yuklaymiz va onlayn qilib ko'ramiz. Finish. Mana vaqtimiz 06:12 09:21. E'tibor beringlar, mana 09:21 ko'rsatyapti. Bu qaysi vaqt? Hop, onlayn degasiga kiramiz. 09:15. Hop. Bu yerdan set time kiramiz. 22 bo'libdi. Bu sistemani vaqtini ko'rsatyapti. Endi bu qaysi vaqt? Hozir tekshiramiz buni. Hop. Buni ham bitta ko'rib qo'yaylik. 06:02 09:22. Soatimiz 9 ko'rsatyapti. Sistemning vaqti ko'rsatyapti bu. Hop, endi uyga kiramiz. Bu yerdan ko'ramiz. Mana 5+5 turibdi. Hop, 9:15 bu o'sha sistemning vaqti hisoblanadi. Endi yana bitta qo'shamiz. Endi lokalniy vaqt. Bunga ochamiz. Hop. Red. Word. Vaqt. Mindiyoruz qo'yib, mintaqa vaqti. Del qo'shildi. Mana bu yerdan mintaqa vaqti va ritualni qo'yamiz. Buni ham yuklaymiz, hop ko'ramiz. Adashdik, yuklamoqchi. Mana e'tibor beringlar, endi lokalniy vaqt ko'rsatyapti 14:28. Bu esa ichki vaqti, sistemning vaqt. Buni ham to'g'rilashda bo'lish kerak. Faqatgina bu mana setaway vaqt ko'rsatyapti PGP. Bu yerda esa o'zining lokalniy vaqtini ko'rsatyapti. Mana bu yerdan surish kerak buni. Mana bu yerdan +5
9 ko'rsatgan bo'lsa, bu yerdan 0 qilsak, adashmasam bu ham to'g'ri ko'rsatish kerak. Ondan qilamiz. Negadir o'zgarmadi. Bo'ldi. Bu boshqa vaqt ekan. Boshqa joy o'zgarib ketdi. Qaytaramiz joyiga. Demak, joyiga qaytardik. Bizga bu yerda kerakligi o'sha mana bu vaqt edi, vaqt mintaqaviy. Bu sistemli vaqt bizga kerak emas, ya'ni xato to'g'ri kelmayapti o'z vaqtiga. Uni o'zgartirsak bo'ladi, lekin bu hozir uchun shart emas bu. Xo'p, bo'ldi, to'xtatamiz. Endi bu yerdan EPK'ni ruchnoy ishlatish, ya'ni qo'lda boshqarish. Birorta tek qo'yamiz. M1 точка 0. Mana EPK 1 man yozib qo'ydim. Keyingisi xuddi shu. Bu yerga EPK 1 va bu yerga EPK 2. Oldim. M1 точка 1 M1.1 bu yerdan rename qilamiz va EPK 2 man. Bu yerdan ham EPK 2 qo'lda boshqarish bo'ldi. Endi avtomatga olganda vaqt bo'yicha boshqarish kerak endi bizga. Masalan, EPK 1da 3 ta vaqtimiz bor. EPK 1 auto birinchi vaqt. Hop, endi bu yerdan komparator qo'shishimiz kerak.
soatni qo'yamiz. Vaqt, mintaqa vaqt va soat. O'sha soatga teng bo'lganda boshqaradigan bo'ldi. Marker qo'yamiz bunga ham. MV0 yozib qo'yamiz. IPK1 birinchi vaqt. Qabul qilmadi. Sabab ma'lum bo'lsa kerak. Xo'p, lokal. Hop. Hop, birinchi vaqt kiritdik. Birinchi vaqtda endi ishlash kerak. Birinchi vaqtda. Masalan, bunga ham M1 ishlagan bo'lsa, M1 yozamiz. Undan so'ng mana IPK1 pastda 1 set deb yozaylik. Hop. Bu yerdan pastga tushiramiz. Buni qo'yamiz. Bunday. Bu qay holatda ishlaydi? Faqat avtomatda. Uzr, adashdim. Mana bu yerda avtomat holatda ishlaydi. Avtomat holatlarini bildirishimiz kerak. Xo'p, uning uchun ham bu yerga oldiga avtomat degan bildirish uchun tek qo'yamiz. Masalan, M1 marker auto IPK1 auto IPK1 mana qachonki shu bo'lsagina bu shart bajariladi. Vaqt qo'ydik. Keyingisini yana bitta shundan kopiya olamiz yoki mana bunday davom ettirib ketsak ham bo'ladi. Hop. Qo'shamiz. 3 ta vaqt bor. Birinchisida 3 ta vaqt qo'shishimiz kerak. M3 ishladi, endi M4. M1.4 IPK1 2 set. Change. Bunga ham
1.5 o'zgartiramiz. 3 set. Mana bu yerga hammasini qo'yib chiqamiz kerak endi. 1 2 1 2 buni qo'yamiz. Mana bu yerga ham qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu holatda ishlamasligi uchun. Avtomat holatda ishlamasligi uchun qo'yishimiz kerak. Vaqtlarni qo'ydik. Vaqtimiz qoldi. MV 2 Yudem MV 4 ikinci vaqt va uchinchi vaqt. Bo'ldi. Endi bundan ko'p yozib tashlab turib, keyingisiga olishimiz kerak bo'ladi. M5 M1.6 M1.6 hop bunu yopib qo'yamiz. Bundan ko'p yopib tashlaymiz bu yerga. 2 yozamiz. Bundan so'ng bitta vaqt, bunda bitta vaqtimiz bor deb aytgandim oldingizda. Ko'chirib qo'yib biz joyiga qaytardik. Xo'p. M1.6 ishladim. Endi M1.7 ishlashimiz kerak. M1.7. Bular o'chirib olamiz. Bunda bitta vaqt bor. M1.7 buni qo'yamiz. Qadashdik, buni qo'yamiz. Va ana ikkinchi vaqt bo'ldi. Endi bu yerga ko'chirib olamiz. Va bu yerga ham vaqt qo'shishimiz kerak. Bizda qaysisi bo'sh? 0 2 4 ishlabdi 6. MV 6. Başta bo'ldi. Bitta yuklab ko'ramiz, kompilatsiya qilib.
Online'ga kiramiz, online'ga ko'ramiz. Vaqtlarimiz turibdi. Bitta joy qoldi. Mana bu yerda shuni bosganda ishlaydigan bo'lib qoldi. Yo buni shu yerda bitta bosganda ishlaydigan, to'g'ri qo'yadigan qilsa bo'ladi yoki monitordan qilsa ham bo'ladi. Hozir buni ko'rib o'tamiz. Birma-bir. PLC qismi tayyor bo'ldi. Endi offline qilib turib, saqlanib qildim, yuklab qo'ydim, pastga olamiz va Messengerga o'tamiz. Xo'p. Buni ham tayyorlaymiz. S7 1200 set orqali bog'lanadi. Siemens Ethernet port parametr bu PLC adresi 720. Okey. Xo'p, endi fon berishimiz kerak bitta. Background mana yashil fon berib qo'ydim. Katlashtiramiz. Shu holatda bitta yuklab ko'raman. Bu to'g'risida ham darslarimiz bor. Buni tushunarsiz bo'lsa result 8 7.150 biz IP'miz. Negadir yüklenmeyapti. Kuramiz. Bu yerda IP'sini ko'ra olamiz. Cho'ta IP'si xato shekilli. Hop. Hozir kamerani yoqib ozgina nastroykalarni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Mana ichki panelda ko'rinishi. Bu yerda link kirsak, link bu port va kontroller bilan aloqa qiladigan IP. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. 7154 ekan. Bizda kontrollerimiz 720 edi. O'zgartiramiz buni. Ro'shni yozishimizga to'g'ri kelar ekan. Enter bosamiz. Tayyor, true turibdi va 720. Okey. Endi bu yerda panelda o'zini ham IP'sini ko'rib olamiz. 780 ekan. Uni hech qanday o'zgartirish kiritmayman, shunday qoladi. Okey. Run bosib yozib qo'yamiz. Bu yerda eski play turibdi. Parol bilan birga. Bizga hozircha kerak emas. Hop. Kameradan chiqamiz. Va IP'sini to'g'rilaymiz. IP'miz turibdi mana. 720 to'g'ri. Endi panelda IP'si. Mana bu yerda 780 ekan. 80 start bosamiz. Mana bu yerda xato qildim shekilli. Qaytadan
192 68 7 IP interamiz 7 tashab 7.80 start kutamiz. IP'sini o'zgartirdim. Chunki o'sha men tanlagan 780 IP'da o'sha setda borligi uchun yuklanmayotgan ekanmiz. Hozir 7150 ga o'tkazib qo'ydim. Endi yuklab ko'ramiz. Mana 7150. Shu holatda yuklanishi kerak. Mana yuklanyapti. Bitta muammo o'sha ikkita IP bitta setda bo'lib qo'yganligi uchun bir-biriga konflikt berayotgan ekan. Va proyektimizda muammo yo'q. Biroq hozir yuklab ko'ramiz. Undan so'ng o'sha battllarga kiritib chiqishni boshlaymiz. Xo'p. Yuklash ozgina yuklab bo'lindi. Hozir ko'rsataman. Kamerani yoqib. Yashil holatda turibdi. Ustoy. Xo'p. Endi ichiga yozib chiqamiz. Birinchi vaqt qo'yishimiz kerak. Bu yerda vaqt soat minut sekund to'g'ri turibdi. Background yashil qo'ysak mana ichiga ko'rinadigan bo'ladi. Frontni kattaroq ko'rsatamiz. Undan ham kattaroq mana. Hop, undan so'ng yozuv qo'shishimiz kerak. Yozuv. Bu yerda battallarni keyin ishlatamiz. Birinchi yozuv qo'yib olsak, undan so'ng battallar qo'yib chiqamiz. Hop, tekst yozishimiz kerak. Bu button turib ham. Hop. Mana bu yerda tekst bor. Hop. Demak, ipga 1 kattaroq. O'ta ko'p ketibdi. Okay. Bu yerdan to'g'rilasa ham bo'ladi. 24 qo'ydim. Okay. IPK 1. Okay. IPK 1'imiz. IPK 2'miz bu tomonga qo'yamiz. IPK 2. Okay.
endi button avtomat button qo'yamiz. Avtoga ishlaydigan. Bu yerda set on bor, invert bor. Hozir endi topib olishimiz kerak. Bitta bosgan o'xshaydigan, bitta bosganda qo'yadigan qilib turib. Write address. Bu yerga kiritamiz. Set 1200 marker. Endi bu yerda bizga avtomat kerak bo'ladi. Mana bu narsa kerak bo'ladi. Mana avtomat epiga bir M13 M13 M1.3 enter. M13 bo'ldi. Invertda turibdi. Bu yerga o'tamiz, nomini yozamiz. Onda offda auto yozamiz. Auto bu yerda rangni ham tanlasa bo'ladi. Mana bu yerda kolori bor. Bu ichki kolor. Switch color, mana bu yerda background color ham bor. Bu ham tanlab qo'ysa bo'ladi. Faqat uni kattalashtirishimiz kerak ozgina. Jирni qilsak yaxshiroq ko'rinardi. Ana avto onda qizil, bunda yashil. Buni ham 2 ga o'tib qo'yamiz. 3 ikkilasam 3 ta turibdi. Bitta tekshirib olmoqchiman, maqsad shu. Okey. Avto. Endi bu tomonda ham avto turadi. Bu tomonda ручной. Manual. Manual qo'ydim. Endi bunga ham manualda birinchi epiga birligini ko'ramiz. Qaysiligini? Birdiki M1 ekan. M1. Okey. Buniki M1 ekan. M1. Okey. Keyingisini avtomati M13 bo'lsa M16 ekan. 6. Okey. Undan so'ng vaqtlarni yozishimiz kerak. Ozgina tepaga ko'taramiz. Vaqt. Birinchi vaqt. Integer. Notlik va monitoring kiramiz. 200 nimani kiritamiz? Marker mv bu yerda 0. Enter. Nimani kattalashtiramiz.
Okey. Probaga albatta bu. Hop, border turibdi. Okey. Bitta shu holat yuklab ko'ramiz. Yuklanyapti. Yuklanib bo'ldi deb ko'rsataman. Hozir e'tibor beringlar, aloqa yo'q deyapti. Chunki mana buni suqqanim yo'q, shuning uchun suqqanmiz. Endi ko'ramiz. Chiqish kerak. Pin ko'tarilgandan so'ng ko'rinish kerak bo'ladi. Hali ham ko'tarilgani yo'q. Kutamiz ozgina. Mana ko'rindi. Not, vaqt, avtomat, manual turibdi. Endi kamerani o'chirib turib, PLC ga kiramiz. Manualga kiramiz va onlayn qilamiz. Birinchi o'rinda manualda ko'ramiz. Manualda. Mana qo'lda boshqarish. Bosildi. Qo'yaveramiz. Bosilgan holda turibdi. Kamerani ko'rsataman. Bu ham yondi. Va mana qizil man o'chdi. Endi avtomatni bosamiz. Avto bo'ldi. Mana e'tibor beringlar. Mana vaqt qo'yamiz. Vaqt qo'yishimiz ishlamayapti. Uni ko'rib chiqamiz. O'chiramiz. İkincisini ko'rak. Mana bir ishladi, mana ikkinchisini ko'ramiz. Mana bu ham ishlab turibdi. Mana o'chiramiz. Manualni ham ishlatamiz. Yondi. Yaxshi, hozircha faqatgina manualimiz noto'g'ri ketyapti. Biz ko'ramiz. Vaqtimiz nimagadir 16 likda kelyapti. Hozir ko'rib chiqamiz. Sabab mana bu 16lik integer qo'yib qo'ygan ekanmiz. Uni uzilgan integer, mana buni bunga o'zgartirsak, adashmasam bo'lishi kerak. Mana Wordda berishimiz kerak biz. Okey. Bularni ozgina kattalashtiramiz. Kichkina bo'lib qopti. Hammasini mana shu birinchini razmeriga keltirish uchun mana bu yerda tugmasi bo'lishi kerak. Adashmasam shu. Mana bunday qilib yon tomon bo'lsa, yon tomonga tekkizlaydi. Buni ham kattalashtiramiz ozgina.
Okey. Endi bu birinchi vaqti. İkincisine vaqti ham o'zi bitta-yu, ikkinchisida shuni ham tayinlab qo'ya qolaylik bir yo'la. İkincisini vaqti. İkincisini vaqti mana. İkincisini vaqti mana MV6 ekan. Bu yerga MV6 deb yozamiz. Okey. Bundan kopya tashlaymiz. Bu MV2 idi. Okey. Bu esa MV4 edi. Okey. Yüklaymiz. Yüklashda ham ko'rsatib o'tay mana. Mana bunaqa chiqadi. To'lgandan keyin bu yerda to'ladi. So'ng yuklandi degan narsa chiqadi bu yerda. Mana yüklandi. Xo'p, endi bu portalga o'tamiz. Nima o'zgardi? Hozir vaqt berib ko'ramiz. İkincisiga vaqt beramiz. Hop, hozir bu yerda mana bularda ozgina xato qo'yibmiz. Sabab ko'rsatuvchi displeyga ko'rsatib qo'yib qo'yibmiz. Bizga kirituvchi displey kerak edi. Mana bularga qo'yishimiz kerak edi. Xato ketibdi ozgina bu. Men aytmam. Hozir to'g'rilaymiz. Tashlab o'rniga bitta qo'yib tekshirib olaman. Agar o'xshasa, so'ng port qolganlarga kirib chiqaman. Instagram va 0 edi, enter. Yüklaymiz. Va kutamiz. Yuklanib bo'ldi. Ko'rinishi bilan bu yerda birinchisiga yozdik. Hop. Ko'rindi. Vaqt berib ko'raman. Bu yerda 16 lik deb beryapti. Chunki sabab mana bu yerda bizda 16 lik qolib ketganligi uchun mana bunga qo'yish kerak. Hozir buni ham to'g'rilaymiz. Do'stlar, mana bu yerda
ozgina xatolik ketgan ekan. Ya'ni men bu yerda integer qilgandim. Hozir flat ko'rsataman bitta. Mana bu yerda hammasini oldin mana bunaqa integer edi. Integerga o'tkazib chiqdim. O'tkazib chiqqandan so'ng yukladim qaytadan. Bu yerda muammomiz yo'qoldi. Mana 2 kiritgandim. 2 ko'rsatyapti. Buni ham ko'rsatib o'taman. Hozir ko'ramiz. Biriga o'zgarib qoldi. Demak, yana qaytar xatom bor ekan. Davom etamiz do'stlar. Hozir bu yerdagi muammo hozir ishlatib qo'ydim. Hamma bitta ishlatsak ham bo'ladi. Buni ko'rsatib o'taman. Masalan, ishlab turibdi. Buni ham onlayn qilamiz. Mana env kiritilgan. Vaqt kiritib ko'raman. Masalan 5. Mana noto'g'ri, qandaydir noto'g'ri ishlayapti. Bu yog'ini ko'ladim, bu yog'ini ko'ladim, keyin muammo bu yerda emas ekan. Mana muammomiz mana bu yerda ekan. Chiqaramiz buni. Muammomiz mana bu yerda ekan. Shuni tegini o'zgartirdim. 10 qo'ydim. Turdi tipi. Mana tipi. Hammasini tipini o'zgartirib chiqaman. Birinchi shuni yuklab ko'ray. Bitta ko'raylik oldin. Yuklayapman. PLC'ni. Endi buni yuklaymiz. Buni ham o'zgartiramiz. Mana env notroni 10 qildim. Okey. Buni ham yuklayman. Bu ham yuklanyapti. Bu tayyor bo'ldi mana. Not turibdi. Xo'p. Bu ham yuklanmoqda. Mana yuklanib bo'ldi. Xo'p, o'zini yurgizaman. Mana beramiz 5. Og'irgacha olmabdi. Shuning uchun qabul qilmayapti. Hozir ko'rib olsam, bu yerda ko'rinishi kerak. Simulyatorda. Hozir yondi. 5 berib ko'raychi. Bu yerdan berilyapti, fizически berilmayapti. Qaytamiz. Xo'p, hozir panelni o'zidan beraman.
berdim. Mana 5 ko'rindi. Endi shu ko'rinishda hammasini o'zgartirib chiqamiz. Demak, muammomiz bu yerda ekan. Bu teg berishda o'sha narigidan boshlaganim uchun to'g'ri kelmabdi. Bularni ham o'zgartirib chiqishga o'zgartirmaymiz hozir. Prosta bu tipini o'zgartiramiz xolos. Tegda raqamni o'zgartirmayman. Tipini o'zgartirdim. Endi buni ham yuklab qo'yaman. Keyin panel qismiga o'tamiz. 5-networkda xatolik deyapti. Mana bu yerda o'zgartirgan ekanman. O'zgartiramiz buni ham. Tayyor. Yuklaymiz. Bo'ldi. Endi navbat mana bu panelni to'g'rilaymiz. Uni ham kattaroq ko'radigan qilishimiz kerak iloji boricha. 6 7 qilsak yaxshi ekan. 7 qildim. Okey. Endi buni ham ko'plab tashlaymiz. Mana bitta va yana bitta. Bu yerga. Env adashmasam 2 edi bu. 2. Hammasini tekshirib ko'ramiz. Yana adresi muammo bo'lmasligi uchun. Bu 4 edi adashmasam. 4. Okey. Bunisi esa 8, 6 edi adashmasam. 6. Bu yerga ham yozib chiqaylik, tushunarli bo'lishi uchun. Namozini so'raman. Obshiratni to'g'rilaymiz. Obshirat. Mana. Buni ham obshi hammasini to'g'rilaymiz o'lchamini. Bo'ldi, buni ham obshi surib qo'yaman. Bu yerga vaqt yozib kerak. Okey, birinchi. Bu ikkinchi. Bu uchinchi. Bu mana yana birinchi. Mana ikkinchi vaqt. Va uchinchi vaqt. Xo'p. Endi bu yerga haqiqatan ham o'sha asos ishlaganligini qo'yishimiz kerak. Buning uchun mana bu yerdan bundan foydalansak bo'ladi. Bunda ham ichidan tanlashimiz mumkin bo'ladi. Ishlayotganligini bildirish uchun nimalar bor bizda. Mana
joylaridan motor degan joyini topsak, agar motor bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mana pumps bor ekan. Pumps ham juda zo'r emas. Valve bor ekan, valveni qo'yamiz. On qizil turibdi, 10 da tanlaymiz. Boshqa chirog'ini olishimiz kerak. Bu yerdan qo'ysak ham bo'lar ekan. Agar rasmlarimiz bo'lsa. Already deyapti, tayyor. Bor oldin deyapti. Bundan ko'ra boshqa qo'yamiz. Shularni qo'shdik. Bu motorni belgisini bildiradi. Motor deyman, uzr. EPK'ni ishlamaganligini bildiradi. Bizda Q01 birinchi EPK, Q001 birinchi, 01 ikkinchi EPK. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Q00 va Q01 fiziki tekka bog'lab qo'ydik. Xo'p, endi yana bitta narsa qolibdi bu yerda. Mana bu yerlar aktiv holatga o'tkazish bor. Shulardan qo'shishimiz kerak. Chunki avtomat o'tgandan keyin qaysi biri ishlashi kerakligini mana shularni birorta galочка bitishga qo'yib turib o'tkazishimizga to'g'ri keladi. Unga mana bitta switch qo'ysak bo'ladi. Switchlar bor. On off belgisi turibdi. Ozgina kattalashtirishga yarashmasam buni. Ana oltiga o'tkazib qo'ydim. Qachonki mashinalarim aktiv bo'lsa, keyin ishlaydigan qilsak bo'ladi. Bunday qilsak o'ziga ham to'g'rilanadi. Bulardan qo'shishimizga to'g'ri keladi, chunki bitta bosganda bu aktiv bo'lsa, keyin ishlash kerak. Hop, adres kiritishimiz kerak. Yana PLC ga qaytamiz. Mana bulardan keyin yoki oldin farqi yo'q. Mana shunaqa ochiqqanda qo'yishimizga to'g'ri keladi. Hop, bizda bo'shi kerak emas. Masalan, M2 ga o'tibmiz. M2.0
yozuy. Undan keyin daha 2 1 okey. Mana 2 o'zi ochib oldi. Endi mana bu yerda o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. 3 2 okey. Mana 3-chi ham ruxsat. Mana o'chirib yuboramiz. Xo'p, mana 3-chiga ham ruxsatni qo'shdik. Ikkinchi ipiga qo'ymagan sababi o'zi tak o'zi bitta ishlayveradi. Qachonki bu aktiv bo'lsa, keyin shu vaqt bo'yicha ochadi. Hop, yuklaymiz. Okey. Endi biryo'la bunga ham taglarni olib chiqishimiz kerak. M2 0 dan boshlandi. M2.0 okey. Okey. Bu ham точка 1 okey. Okey. Bu ham M 2.2 enter. Okey. Buni ham yuklaymiz. Va общий tekshiramiz. Yuklanish boshlandi. PLC'miz yuklab bo'lindi. Tayyor. Panelimiz mana bu ham yuklab bo'lindi. Endi kamerani yoqaman. Bitta tekshiramiz. Bu belgilar sekin topadi hozir. Teglar chiqqani yo'q. Mana chiqdi. Soati mana 10 bo'ldi soatimiz. 10 qo'ysak hozir ishlashi kerak. Rushini ishlatib ko'ramiz. Ishlayapti. Hop, avtomatik olamiz va 10 qo'yamiz. Bizada 10 enter. Panel ishlamadi. Qachonki ruxsatni bossam ishlashi kerak. Ana aytib o'rganglar, mana uni xato bo'lib qoldi. Mana bitta nima значение ko'rinyapti. Buni ham kiritib ko'ramiz. Bunga ham 10 beraman. Bunga ham 10 beraman. Mana bu ikkalasi bog'dan qolgan sabab adreslar orasidagi masofa kamligi uchun to'g'rilaymiz. Hozir kamerani o'chiramiz. Hop, mana bu adreslarda orasidagi yaqinlik uchun bir-biriga konflikt beryapti. Endi buni men 2 nonniga orasidagi intervalni ko'paytiraman. 14 qo'yaman. 14 qo'ydim. Bu 4, bu 6 qoldi. Bu ham konflikt berish kerak, adashmasam.
Buni ham to'g'rilaymiz. Buni ham 8 beramiz. Ikkitani o'zgartirdim. Bundan 8 qildim. 8. Okey. Buni 14 qildim. 14. Okey. Keyin bularni ham o'sha off qolib ketibdi o'zgarmasdan. 6 da turibdi. Buni ham 6 ga olib qo'yamiz. 6. Okey. Off. 6. Okey. Buni ham 6 qilamiz. Onini 6. Yüklaymiz. Bitta tekshiramiz. Hop. Bunimiz. Buni ham yuklaymiz. Ana vaqtlarni ko'rib turibsizlar. Kutamiz endi ozgina kameraga kirib qo'yay. Ana chiqdi. Hop. Bunga beramiz. 10 berib qo'ydim bunga. Enter. Bunga 10 beramiz. Uzr. Bittadan tegmay o'chib qoldi. Qaytib bo'lishi kerak. Ana chiqdi. Bunga 10 berib qo'yaman. 10. Endi tekshiramiz. Mana uchalasida ham 10 turibdi va bunda ham 10 turibdi. Endi bitta tekshirib chiqamiz. Hop, avtomatda turibdi. E'tibor beringlar. Bu ham avtomatda turibdi. Bu yoqsak sirasi ishlash kerak. Mana ishlayapti. Muammo yo'q. Qo'shnoyda ham ishlayapti. Endi bunga o'tamiz. Birinchisi aktiv bo'lsin. Birinchisi aktiv bo'ldi, ishladi. O'chiramiz. Ikkinchisi aktiv bo'lsin. Bu ham ishladi. Uchinchisi. Bu ham ishladi. Vaqt o'zgartiramiz. 11. 10 qildik, ishlamaslik kerak. 11 bo'lgani yo'q. Chunki soatimiz mana 10:23 bo'ldi. Hop. Mana PLC tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Tomonlarimdan mana vaqt olyapti mana daniylarda ishlamoqda. Shu orqali yana mana bu yerga suv sug'orish deb yozib qo'ysak, moshinroq bo'ladi. Shuni yozib chiqaman hozir mana. O'sha pleytimiz nomini vaqt bo'yicha sug'orish deb yozib qo'ydim. Okey.
bularni ham ozgina pastga tushirib qo'ysam bo'larkan. Chunki общий vид shunday yaxshi ko'rinadi. Bitta yuklaymiz va so'nggisini ko'ramiz. Shunaqa proyektlar qilib, endi bu shu bo'sh bo'lganligi uchun shu kontroller bilan paneldan foydalanadi. O'zi aslida bundan ham zo'r ish qilsa bo'ladi. Bunga bemalol datchiklar qo'ysangiz bo'ladi. Temperatura, vlajnostga qarab ishlaydigan qilsa bo'ladi. Bemalol avtomat ishlaydigan sug'orish joyini qilsa bo'ladi. Ya'ni parniklarga yoki boshqa hokazo joylarga. Mana bu ham ikki xil bo'lib qolibdi. Bu ham ko'rib qo'ying. Bo'lar ekan. Uni kattalashtirib qo'yaman. Mana shu holatda turibdi. Kimgadir qiziq bo'lgan bo'lsa, juda xursandman. Qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirasizlar. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. E'tiborlaringiz uchun